Assalomu alaykum YouTube kanalımız abunachilari. Navbatdagi ustoz ukamiz o'zlarimizning Yangiariq tumanida bo'ldi. Shu xonadonimizda shunday oshxona mebellarni ishlab berdik. Bu oshxona mebelni ko'rishingiz mumkin. Telarini mokriy svetda, o'rta qismini oq svetda ishlab berdik. 3 qismdan iborat bo'ladi mebelimiz ko'rishingiz mumkin. Teg qismini, yuqori qismini mokriy svetda ishlab berdik. Bellarda remontlari bitmagani uchun plyonkalarni olmadik. Plyonkalarni olib serib taxlagandan keyin mebelimiz yanada boshqacha bo'lib chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu mebelga qo'ygan jihozlarni qo'llangancha tanishtirib o'tdim. Stollardan kelsak, eng yaxshi yaran stollarni, qora stollarni qo'yib berdik. Mexanizmlari davutchikli bo'ladi. Eng yaxshi mexanizmlar 100% poqa plastik bo'ladi. Ishlarning bilan birga. Telanni, podsvetkalarni qo'yib berdik. Podsvetkalarni bitishiga qilib berdik. Mo'ykalardan kelsak, eng yaxshi full mo'ykalarni qo'yib berdik. Mexanizmlar tandem bo'ladi, ishlar ham panerovani o'zining materialidan skritni mexanizm tandem bo'ladi. Davutchikli bo'ladi. Bellarida shu shirkalarni qo'yib berdik. Mo'ykaning tegi qismini unsur idishlarni qo'yib berdik. Mebelimiz shunday deb cho'tkali qalamdeliklarni o'rnatib, bitishgalarni, gazlarni o'rnatib berdik. Mebelimiz shu variantda olib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlarida opisiya kommentariyada qoldiraman. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanizlar, keyingi videolarda o'tirib bermaysizlar.